Nur Muhammad O'zbekiston. Ikkoviga bir xoligilam 200 ming so'm puli bor. Hayda. Yordam beringlar akalar, ichki ishlar yordam beringlar 10 metr orqaga, 10 metr. Qarang davrani yarmiga chiqib kelgan. Ey ikkoving, ey. Kema, qaytar qaytar. Bor davra tartib bo'ladi, keyin polvon keladi. Qaytar. Tushunganmi? Ol 50 ming kurashmay chiqdi, mayli. Bo'ldi, polvon jo'natmada tartib. Tartib tinglar, keyin kurashtiramiz. Birinchi mehmonlarni kurashtiraylik, keyin qo'yamiz. Bo'lmadi. Tushmay aylanib ketdi, kurash. Alaykumga birgina biznesi bor, kurash. Mana shu ustalar ko'pchilik kim bo'lsa ham bosdi. Alariz, yo'q, bosilganda xudodan qo'rqish kerak. Bosildi deydi. Mana endi ikkita yosh bolani mana men senga qo'yib berdim, bilib turib. To'g'rimi qaysi? Bu yerga. Endi o'zingni tenging bilan kur. Yoshing mayda demading-ku. Ikkita 2012 yil mana bilan olishding, yoshing mayda. Qolganing o'tir alpomish bilan olishadi. Besi teng, hamma narsasi teng. Yozing. Kimsing? Sardor Qashqadaryo, Alpomish Surxondaryo. Ikkoviga bir chorsarka 200 ming so'm puli bor. Hayda. Besing ziyod, hamma narsang ziyod. Bo'ldi, mana 50 ming pulni bering. Odamni ko'p, davradan chiqar, Bobur, davradan chiqar, yarmiga. Yo'q, bo'ldi. Chiqaring hammasini davradan chiqaring, mana shu yosh bolalar. Tartib bo'lsin. 50 ming so'm puli bor, kurash. Shodir nomidan 50, 100 bor, kurash. Yo'q, endi kim olishtir desa, zot bersin, olishtiraman. Bo'lmasa bizda tartibga ko'rsin. Davradan chiq, men o'zim boraymi o'sha yoqqa? Chiq, qanaqa odamsan? Hadis. Allo. Allo. میگن که دل به دست آورد که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. همین سخن ما در اینجا شنیدیم. اینجا علما بسیار سخنرانان بسیار همین که پای خشون را گفتن شما که دل اینقدر خلق خرسان کردین پروردگار دل شما را خرسان کرد. آباد باشه. نه بچه‌ای که در همین جای کار کردین حتی در همین گروهی اینایی سیاحی کاری فروخ همیان در فکر آبادی وطنان کجا یک چند تنگه اگر جمع شود روی میکنن که فلان ناحیه حشر رفته است، فلان کوچی فلان ناحیه حشر رفته است. یعنی که شما در کدام گوشه و کنار دنیا که باشه ای جوانان باور کنید شما بهترین، شما در فکر آبادی وطنید. پروردگار دنیا و آخرت شما را آباد کنید. مراد مقصد نیک برسید. بچه‌ها مستفیدی بابیتان به هستی شما فخر داره. آباد باشید. آباد باش. وطنی عزیزی ما اینم که همیشه صاحب صلح باشی. آباد باشی که بهترین وطنی. سلامت باشی وطنی عزیز.